Rayhondan do'lma yeb ko'rganmisiz? O'zi aslida rayhonning foydalarini bilasizmi? Omega 3, 6 ga, efirni yog'liga, magniyga boy bo'lgan rayhonni nimagadir hozirda hech kim ishlatmay qo'ygan. Demak, rayhonni eng katta barglarini uzib, yaxshilab yuvib olamiz. Yog'liqqina qiymamizga guruch, tomat, tuz, zira solib yaxshilab aralashtirib olamiz va xuddi tok o'ragandek rayhonlarimizga qiymamizni o'rab chiqamiz. Rayhonni tanovul qilganimizda xolesterin miqdorimizni kamaytirish, qondagi bilirubinni normallashtirish xususiyatiga ham ega, foydalar juda ham ko'p. Oldindan qovurib qo'ygan kartoshkalarimizni ustiga rayhonni teramiz va ochilib ketmasligi uchun ustidan tarelka qo'yib, 1 stakan suv qo'yib olovga yuboramiz. Taomimiz 25 minutda tayyor bo'ladi. Do'lmalarimiz juda ham mayin, juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ham ta'mi og'zingizga, ham oshqozoningizga yoqadigan rayhon isi kelib turadigan bu taomni yaqinlaringizga tayyorlab bering va duolantigida qoling.